Nimaga PUBG Mobile oxirgi paytlar o'yinga oldiviy kiyimlarni, jestlarni, arujalarni qaytarib yotibdi. Mana hozir ham o'yinga Scarlet Tick va juda ham oldiviy aruja qo'shildi va hozir sizlar bilan birgalikda mana shu arujani open case qilamiz, olmagunimizcha to'xtamaymiz. Hammaga assalomu alaykum, siz bilan Kardinal. Yaxshimisizlar, charchamasdan do'stlar. Bugun PUBG Mobile ga oldiviy arujalar qaytib keldi, ya'ni Kybervik degan ruletka qo'shildi PUBG Mobile ga. Mana shu ruletkaga hamma mifический kiyimlar, oldiviy arujalar qaytarib yotibdi va hozir mana ko'radigan bo'lsak, mana обменять bo'limiga kirsak, qaranglar qanaqa arujalar qo'shilgan. Assalom, yaxshimisizlar? Assalom. Ramikam bor bugungi open case videomizda do'stlar. Qo'yish nimalar qaytibdi? Qara Ramik. Mana do'stlar, mana shu arujalar o'yinga qo'shilgan. Fraun M24. Okey, bu premium case'ga qaytgandi. Bu ham premium case'ga qaytgandi. Bu ham premium case'ga qaytgandi. Mana bu ham qaytgandi. Mana bu mana akkauntimda yo'q, o'zim akkauntimda yo'q. Mana shu akkauntimda ham open case qilaman. Mana bu Scarlet Tick va nima bor. Mana bu yerda premium case'ga qaytgan arujalarda bam Scarlet Tick va. Do'stlar, bu Scarlet Tick vani bilganlar biladi. Juda ham oldiviy aruja. Shunday. Mana akkauntimda bu avvaldan bor edi bu. Mana jest turishi zo'r deyman, mana jest turishi zo'r. Effekt topadan ham qo'shgan. Bu Halloween bayram. Обновление payti qo'shishgandi buni. Ma'lum SKS uncha muhim emas. Biz ham mana shu video davomida mana shu Scarlet tushirib olishimiz kerak. Tak, unda open case boshlaymiz. Hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman do'stlar. Qaranglar, bu yerda ruletka umuman boshqacha. Agar biz bitta mana bu Kyber degan monetasini tushirib olsak, biz mana bu yerdan xohlagan arujalarni sotib olishimiz mumkin. Prosta xohlagan. Hozir hammasini video davomida tushunib olasizlar. Biz tinchgina open case boshlaymiz va Kardio'lasaman. Videoni boshidan like, obuna so'ramadim. Hoziroq videomizga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Bu bizni 80-chi YouTube kanalimiz. Nechinchi? Tak, 4-chi YouTube kanalimiz do'stlar. Hozir obunachisi 62 mingta. Man tez ochilar ekan. Bunaqa tez ochilma, men gapirishga uspet qilmadim. Davlatchi do'stlar, hammamiz like bosib, obuna bosib qo'yinglar, chunki siz like bosasiz, obuna bo'lasiz, men juda xursand bo'laman. Bilasizmi, meni maqsadim bor, mana shu kanalni ham 100 mingta qilib, mana orqamda turgan mana serebriniy knopkani olish. Bu knopkadan 3 ta dona bor va 4-inchisi menga juda ham kerak. Nima uchun desangizlar, men yangi stream xonani yasayapman. O'sha yangi stream xonamni orqasiga 4 ta serebriniy knopka ilmoqchiman, 2 ta oltin knopka ilmoqchiman. Bitta oltin knopkam bor, ikkinchisi esa normalniy. Ikkinchi oltin knopka, xudo xolasa, ikkinchi YouTube kanalimiz 900 mingta bo'lgan-ku. O'sha 1 million bo'lsa, yana bitta oltin knopka keladi. Gap o'z yo'liga, davaychi hammamiz hozir obuna bosamiz. Nechta akkauntinglar bo'lsa, hammasini obuna bosganlar uchun edi. Ana obuna bosganlar uchun men kiyim berdi do'stlar, krossovkasini ham berdi. Nechta Gmailingiz bo'lsa, hamma Gmailingizdan YouTube ga kirib, Kardinal GG deb poisk berib, обязательно obuna bosib qo'ying. Nechta akkauntingiz bo'lsa ham hammasidan. Rahmat, obuna bosganlar, katta rahmat. Kommentariy yozib qoldiringlar, kommentdan bitta emas, 3 ta obunachimga prosta RP beraman do'stlar. Obuna bosing, like bosing, kommentariga ID raqamingizni yozib qoldiring, prosta random tarzda 3 ta obunachiga Örpey. Ush bo'ldi, arujani oldik. Arujani oldik. Kardinal bo'ldik-da. Ush Scarlet Tick'ni oldik, bo'ldi. 3000, 2200 ga biz arujani oldik do'stlar. Mana hozir kirib, bitta kartochkani ishlataman. Обменять. Okey, bizga yashik berdi. Открыть qilamiz. Xohlagan arujalarni biz hozir olishimiz mumkin. Misol uchun Scarlet Tick va mana hozir ko'rsaman. Обменятni bosaman. Bo'ldi, menga Scarlet ochmaymiz-ku. Ya'ni ozgina open case qilaylik. Bo'lmasa videomiz tez tugab qolyapti-ku. Bu prosta Kardinal oilasam sizlar uchun, content uchun yana ketdi. Men bu Xorazmxon akamizga katta rahmat. Bizga akkauntlarni open case uchun berganlari uchun. UC ni Kardinal UC dan sotib oldilar-da do'stlar. UC Kardinal UC dan sotib oldilar. Omadni ko'ryapsizlar. Eng ishonchli, eng omadli UC Kardinal UC. Silka videoni tagida bo'ladi. Bemalol kirib, biz UC magazinimizda UC xarid qilib olishingiz mumkin do'stlar. Kardinal UC eng omadli, eng arzon O'zbekiston bo'yicha ishonchli, eng arzon servis Kardinal UC do'stlar. Men hammalarga tavsiya qilaman. Yana ana bitta berdi. Ana UC'ni omadligi ana bilinib o'tiribdi. Ko'ryapsizlar? Kardinal UC desam beradi-da, Kardinal UC desam beradi. Vot, ko'ryapsizlar? Ramik, sen 50 minglik konkursga qatnashdingmi? Qatnashdim. Yana boshlading. Qatnashdim unga.
kecha qatnashdida u mana bolaman 50 ming konkurs boshlaganman Telegramda, qatnashib qo'yinglar. Mana shu videoni tagida konkurs uchun deb silka qoldirganman. Shundoq silkachani bosasiz, Telegram kanal kelib chiqadi, obuna bo'lasiz. 4 ta kanal qo'yganman. 4 talasi ham o'zimning kanalim, 4 ta kanalga obuna bosib, qatnashish tugmasini bosasiz bo'ldi do'stlar. Ketsa men pachestim bola 1 minutdan vaqtingiz ketmaydi-da. 1 minutdan vaqtingiz ketmaydi, konkursga qatnashib qo'yasiz. Men esa 10 kundan keyin 10 dekabr kuni mana konkursimizga kimlar qatnashgan bo'lsa, bitta omadli obunachimizni random tarzda aniqlab, streamda o'sha omadli obunachimiz akkauntiga 50 ming tashlayman. 50 ming tashlagandan keyin UC bonuslar bilan bir 70 ming bo'ladi. 70 mingga akkauntingizni takkoy qilib kuchaytirib beraman do'stlar. Ishoning, 5-dekabr kuni Porsche keladi. Porscheni open case qilamiz, yana ledniklar ochamiz, kim yutsa ham. Silkasi videoni tagida qoldirganman. Konkurs uchun deb adashib qolmanglar do'stlar. Hozirroq kommentariyada ham qoldirganman. Kommentariyada opsiyada silka turibdi. Konkurs uchun deb qoldirganman. Shunda silkachani bosib konkursga qatnashib qo'yinglar. Hamma konkursga qatnashgan obunachilarimizga omad tilagan holda yana open case davom ettiramiz. Open case. Bo'ldi. Lekin material yaxshi beryapti bunga. Material zo'r berar ekanda do'stlar. 10 yuzga ochib Material ko'ring. kimga kerak bo'lsa, shuni ochsa yaxshi ekan. Da. Arja full qilish uchun. O'zi propusit qanaqa ochiladi? Propusit bam. Propustit bilan oddiy ochsang bir xil ko'payishdi. O'shani bir xil buni qarang. 2 kun ustiga taqar. PUBG'dagi eng tez open case mana shu bo'lsa kerak edi. Ishoninglar. O'zi 7,5 mingga open case, 7000 mi, 6800 ga oshdi, ya'ni o'zi bo'ldi. Ruletkadagi hamma narsani oldikda qizig'i. Biz nimaga open case qilyapmiz hozir? Ya'ni 3 marta ochsak bizga garant to'ladi. O'sha garant topib qo'yaylik aqalli. Okey. Hozir yana 540 ga ochamiz. Ha, tangachalarga nima bo'ladi? Hozir bunga ham aroja sotib olsak bo'ladi. Do'stlar, ko'ryapsizlar, zo'r beryapti. Bemalol material uchun ham ochingizlar bo'ladi. Arujani ham zo'r beryapti. Lekin bir tomondan Cardinal UC-da, Cardinal UC-ni omadi. Cardinal UC do'stlar, silka UC uchun deb qoldirganman. Cardinal UC dan sotib olsangizlar, mana sizlarda ham shunaqa omadli bo'ladi, xudo xolasa. Bam, mana bu garantli narsalarni olamiz. Ok, bularni ham olamiz. Okey. Vot, mana bu yashikdan bizga 2 dona bo'ldi. Hozir bunga 2 ta aruja sotib olamiz va akamiz bizni TT Family'ga qo'shildilar do'stlar. Ya'ni hozir niklarni o'zimiz o'zgartiramiz. Xo'sh, TT Xorazmxon, okey? Okey. Mana. Ana. Xush kelibsiz bizni klanimizga Xorazmxon. Mana juda ham ko'p berganlar bizga open case'ga akkauntlarni. Ana. TT Ramik bormi bu klanda? Yo'q, Ramik kiber bo'lib ketgan. Oilada bitta 1+ bor, ana bor. Bo'ldi, klanimizning obzori. Mana bu bola g'ib bekorchi. Yana bittasi bor. Tak. Mana bu ham ma'mur tizza bu. Shu uchun tizza kommentariyada yozib qoldirar. Ramik tizza. Bu klandagilar hammasi bitta oila do'stlar. Men bu odamam g'ird bekorchi. Hech kim tanimaydi qizlar. Qizlardan boshqa hech kim tanimaydi bu odamni. Tak, men bu yerga kiramiz endi. Arujalarni sotib olamiz. Tak, bam. Bam. Skaraldik va do'stlar, albatta videoga like bosing, obuna bo'ling обязательно. Chunki men o'zimni gapim ustidan chiqdim. Videoni boshida qancha yuz ketishidan qat'iy nazar olaman dedim. Mana oldim. Hozir yana open case qilamiz. Men birinchi arujalarni olaylik. Yana bittasiga qaysini olamiz do'stlar? Tak, bittasiga men bu yumpini sotib olamiz. Chunki bu ham oldivi o'zim akkauntimda yo'q-da. O'zim akkauntimda yo'q mana shu yumpi. O'zim yashikchasi ham chiroyli. Yashikchasi ham normalniy do'stlar, normalniy. Bizda 756 ta anaqa bor. Bu yashik 7 kundan keyin ketar ekan. Vot! 7 kun ekan bu yashikni vaqti. Shuning uchun uspet qilib olinglar bu open case qilib olishga. Mana 5-dekabr kuni ketar ekan. 5-dekabr bu ketadi, Porsche keladi. Keyin Porsche'ni open case qilamiz. Vot, bizda 456 ta material. Yana bitta sotib olsak bo'ladi. Okey. Yana bitta bor bizdan do'stlar. Yana bitta yashik olsak bo'ladi, material olsak bo'ladi. Hozir yana nimani open case qilamiz? Nima yo'q akkauntda? Akkauntda mana bu mifklar yo'q ekan, Baby Monster. Davayte mana shuni bitta open case qilamiz. Do'stlar, yana bir eslatma, men Cardinal UC da bir haftalik hozir aksiya ketmoqda. Katta UC larga 8100 UC narxi hamma yerda 1,200,000, 1,150,000 bo'lgan joyda bizda 1,80,000
aksiya bir haftalik bemalol qilib Cardinal UC'dan xarid qilishingiz mumkin. Boshqa joylarda yaqinda Porsche keladi, Porsche uchun hamma UC'ni sotib oladi degan joyda hamma qimmat qiladi-da. Biz esa nabarot, biz xalqni o'ylaymiz. Cardinal UC chunki xalqni o'ylaydi. Klient shundoq ham ko'p bo'lsa, biz klientlarimizni o'ylaymiz. Shu uchun yaqinda Porsche keladi, bilaman juda ham ko'p donaterlar katta UC'ni donat qiladi. Shu uchun ham biz UC'ni katta UC'larning narxini tushirib qo'ydik, arzon qilib qo'ydik. Bemalol Cardinal UC'dan xarid qilib olishingiz mumkin. Mana Cardinal UC'ni omadi. Nima berdi, nima bu? Soch berdi. Yaxshi. Bu bor menimcha akkauntda. Cardinal UC'ni original silkasi videoni tagida do'stlar. Qoldirganman. UC uchun bemalol kirib sotib olishingiz mumkin. Bam. Давайте bizga mana shu kesni o'zim akkauntimda open kes qildim. Mifik bermadi. Bir 5 musiga mifik bermadi. Bu akkauntda ham bermayapti. Давайте qayta mana shu tikmani ochamiz chunki zo'r material beryapti-da. Monetasini ham oshirib qo'yaylik, monetasini ham. U mifikni ochishdan foyda yo'q. Yana bitta 100 ta monetkada yana bitta 3 ta material olsa bo'ladi-da. Da, 6 ta material olsa bo'ladi. Hozir men monetkasini ishlasin. Davay tezroq monetka ishlab, bratan, davay. Ko'proq bizga monetka ber, bizga monetka kerak, bizga material olishimiz kerak. Material, normal material teri olsa bo'ladi. Hozir o'rgataman, qaranglar. Sizlarga hozir sirni o'rgataman men shu ruletkanim. Tak, monetalarni beryapti. Okey. Bu yerdan aruja bermas ekan, mana qaranglar, aruja yo'q. Mana aruja yo'qmi? Men bu Kyber Week kartochkasi bor, mana shu kartochkadan sotib olsa bo'lar ekan. Okey, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa yo'li yo'q. Ruletkani ochilishi zo'rda, uni qaranglar. Ting. Taqar. Ting emas, taqar. Da, men уже tugadim, men oxirgisi edi. Endi hozir sizlarga material olishni o'rgataman. Bam, mana bu yerdan bitta materialni olamiz, garantdan. Men bu yerga kiramiz. 476 ta yig'ilgan, yana bitta mendan sotib olsak agar, bizda ikkita mana shunaqa kartochka bo'ldi. Ikkita kartochka bo'ldimi? Ikkita kartochkadan biz 6 ta material olishimiz mumkin. Ko'rdinglarmi? 6 ta material bu yerdan olsak, biz jami bugun где-то 12 ming UC sarfladik mana shu ruletkaga. 12 ming UCga hozircha ikkita prokachka oldik, 4 ta material, mana bu ikkitasini agar obmen qiladigan bo'lsak, 6 ta materialga 10 ta. 12 ming UCga 10 ta material, ikkita prokachka, просто bomba. Ikkita prokachka emas, prokachka emas bu Skarl tik bo'lsa, bu Skarl tik bu. Hozir mana shuni bemalol kilchat qilsak bo'ladi-da. Mana hozir materialni sotib olib va do'stlar, kim menga akkauntimga populyarka tashlasa, UC yutib oladi. Mana ID raqamimni terib, shunda populyarni tashlaysiz. Shunaqa battle'da qo'llab-quvvatlab o'rsanglar juda ham xursand bo'lardim. Haftalikda birinchi o'ringa kirganga 660 UC, ikkinchi, uchinchi o'ringa kirganga 325 UC dan, 4-o'rindan to 10-o'ringa kirganga 120 UC dan, 11-o'rindan to 20-o'ringa kirganga men ham sizlarga yaxshi populyarkalardan qaytaraman. Populyarka tashlaganlarga katta rahmat. G'oliblar esa yakshanba kuni aniqlanadi. Ya'ni hammalarga rahmat, populyarka tashlaganlarga bemalol populyarka tashlab UC olishingiz mumkin. Va do'stlar, yana muhim eslatmam, Telegramda konkurs bo'lyapti. 50 UC'lik qatnashib qo'yinglar. Silkasi videoning tagida. Konkurs uchun deb qoldirganman. Silkani ustiga bosasiz, silka kommentariyadan bo'ladi, opsiyadan bo'ladi. Ikkalasidan bittasiga konkurs uchun deb qoldirganman. Silkani ustiga bosasiz, Telegram kanaliga kelib chiqadi. Cardinal PUBG kirib obuna bo'lasiz. Tepada qadab qo'yilgan post ustiga bosib 4 ta kanalimizga tirsiz obuna bosib chiqasiz, bo'ldi. Atigi 4 ta kanal do'stlar, 10-15 ta kanal emas, 4 ta kanalga obuna bo'lasiz va qatnashish tugmasini bosasiz. Bo'ldi. Konkursimiz 10-dekabr kuni aniqlanadi. G'oliblarni esa streamda random tarzda aniqlab, g'olibiga 50 ming UC tashab beramiz va UC bonuslar bilan bir 70 ming UC bo'ladi. Akkauntingizni shaxsan o'zim 70 ming UC ga takoy qilib kuchaytirib beraman do'stlar. Asosiysi bizning konkursimiz halol streamda bo'ladi do'stlar. Konkursga qatnashganlarga omad tilab qolaman. Kim yutsa ham Xudo xohlasa eng zo'r akkaunt bo'ladi. Konkursda hammaga omad. UC kerak bo'lsa ham silkasi videoning tagida. Eng omadli UC Cardinal UC tem bo'li skidga ham bo'lyapti. Xo'sh, Cardinal esa videoning oxirida men sizlarga yana bir bor rahmat aytaman. Videoga like bossiz, obuna bossiz, bosmagan bo'lsangiz mana oxirgi videoni обязательно videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham qilib yondirib qo'ying. Kommentariyada ramikdizda yoki ID raqamingizni yozib qo'ying. Yo'q do'stlar, kommentariyada ID raqam yoki ramikdizda deb yozib qoldiring. Rahmat katta, rahmat. Like bosganingiz, obuna bosganingiz uchun va obuna bosganingiz va qo'ng'iroq tugmasini bosganingiz. Voy, makilab ketyapman do'stlar. Videoga like bosganingiz, obuna bosganingiz uchun katta rahmat. Keyingi videogacha ko'rishguncha xayr. Siz bilan Cardinal va Ramik bo'ldi do'stlar. Sog' bo'linglar. Do'stlar, obuna bosib qo'yinglar. Biz 100 mingta bo'lishimiz kerak. Cerebro knopkani olamiz. Nechta akkauntingiz bo'lsa, yo'q, nechta akkauntingiz bo'lsa, hammasidan obuna bosaveringlar. Cardinal GG kanalimizga. Let's go!